Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga yangi qabullar boshlangan, shular haqida batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga video yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Qahramon aka, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz mavjud? Noyabr oyiga shular haqida ma'lumotlar berib o'tsak. Xo'p, hozir reyslarimiz Farg'onadan bor, Toshkentdan Kunora, Namangandan reyslarimiz bor. Qaysi sanalarga reyslarimiz bor aka? Xo'p, 16 Farg'onadan 16, 22, 25, 29 ga Farg'ona Madina reyslarimiz bor. Haftada bir kun Namangandan reyslar qo'yilgan. Toshkentdan 2 kunda bir reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilib o'z joylarini bron qilishlari mumkin. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'z joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, safarimiz necha kunlik va qayerlarda bo'ladi, Qahramon aka? Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka da bo'linadi. Madinada esa gastnitsa oraliqlarimiz 150-200 metr bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometr oralig'ida avtobuslarimiz bo'ladi, kechasi kunduzi xizmatda. Endi milliy taomlar beriladi, o'zbek milliy taomlari. Madinada esa 2 mahal milliy o'zbek milliy taomlar beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari, o'zimizning o'zbek akalarimiz tayyorlagan ovqatlar bo'ladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman. Centrum Holidays bilan siz obunachilarimiz xudo xolasa ishonchli va garantiyali tur firma orqali Umra ziyoratiga borish imkoniyati bor. Shoshilamiz. Farg'ona viloyatida yagona bo'lgan bu Centrum Holidays siz obunachilarimizga chiroyli, manzarali va ibodat va ziyorat va ham sayohat qilib kelishni tavsiya beradi do'stlar. Xo'p, Qahramon aka, hozirgi kunda narxlarimiz necha pul belgilandi? Xo'p, hozirgi kunda vodiydan narxlarimiz Farg'ona Namangan $1050 deb belgilandi. Toshkentdan $1000 qilib belgilangan. Xudo xolasa $1000. To'lovlarni qanday amalga oshirishadi? To'lovlarni bizga yaqin, ofisimizga yaqin bo'lgan vodiydan bo'lsa, bemalol ofisga kelib, rasmiy kassalarga to'lov qilishlari mumkin. Bizga uzoqroqdan, vohadan bo'lsa, o'zlariga yaqin bank orqali to'lov qilishlari mumkin. Bizga aloqaga chiqsa, Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turibdi. Shot raqamlarimizni tashlab beramiz. Bankka kirib to'lov qilishlari mumkin bo'ladi. Xudo xolasa. Bundan tashqari ekskursiya va sayohat va ziyoratlar ham bo'ladimi, Qahramon aka? Bo'ladi. Bizni 50 boshlarimiz eski, yangi bas. 50 boshlarimiz tomonidan Qizil dengiz, Arafat tog'i, Uhud tog'i, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'i olib chiqib sayohatlarga olib boriladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, shoshilamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays tur firmasi. Agarda batafsil ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsalaring, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarini bron qilishlaring mumkin do'stlar. Biz sizga eng ishonchlisini va garantiyalisini tavsiya qilamiz. Tanlov o'z qo'lingizda do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Oliyjanoblar kanali bo'ldi. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Obuna bo'lganlar obunani like deb bosamiz, obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lamiz. Bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Qahramon aka, rahmat sizga ham. Mana shunday xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar va bonusli va chegirmali narxlarda xudo xolasa obunachilarimizga bir qulayliklar yaratish hammaga ham nasib qilsin deb qolamiz. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat.